Siz baxtli inson. Xalqingiz ardoqlar hamma taniydi. Shoir javob qildi menda bir armon, ustoz deb atasa meni qaniydi. Mana shunday jonkiyar, mehribon ustozlarimizdan Dilbar opa Berdiyevaga so'z navbati. Assalomu alaykum, hurmatli. Mana bu yerda dam oluvchilar. Mana shu Toshkent dengizi oromgohiga kelganimizga 3 kun bo'ldi. 3 kundan beri bizlarni shod xurram shunday holda ko'rib turibsizlar. Ertangi kelayotgan Eid Qurbon hayitlari bilan hammalaringizni muborakbod etaman. Har doim mana shunday xushchaqchaq bo'lib, mana bu yerdan yanada sog'lom bo'lib, kuch-quvvatlaringizga to'lib xizmat qilishlaringizni istab qolaman. Har kimning ham sochlariga oq tushsin, ajin tushsin, yuzlariga dog' tushsin. Har kimning ham quvvat ketib belidan, qo'llariga azob tayoq tushsin. Iymoni sof yuzga kirsa yorug' yuz, to'ylar qilsin, yelkasidan tog' tushsin. Jismiga so'nggi safar oldidan o'z bolasin qo'lidan tuproq tushsin. Hammalaringizni ertangi Qurbon hayit kunlaringiz muborak bo'lsin. Har doim shunday shod xudolikda o'tkazinglar hayotlaringizni. Rahmat sizga o'g'lay. Rahmat ustoz. Yiroq bo'l qayg'udan, mungdan, ko'z yoshdan. Sha'ningga otilgan tuhmatdan, toshdan, mag'rur yursang agar mag'rur degaylar. Mutilik izlarlar fe'li yuvoshdan. Yupanch topoldingmi dunyoga kelib, ustoz yo shogirddan yoki tengdoshdan, qashqir to'dasida yurgan bir otsan, tuyog'ing sinmasa bastir bardoshdan. Faqat muhabbatga talpingin ey qalb, sen mehri ko'rgaysan o'shal quyoshdan. Axir bobolar ham aytmish azaldan, muhabbat yaratgan dunyoni boshdan. Hammamizni muhabbatimiz abadiy bo'lsin. Hammalaringizga kattakon rahmat.